Birovning yori oshkora. Sevib sevilmagan bechora kimligini bilmay o'tasiz. Keling, qadrli davramizga hoji onam mana tashrif beryaptilar, lekin bu takliflarni sizlar noto'g'ri tushunmaysizlar. Bugungi davrada bugun bu to'y emas, bir quvonchli kun. Mirzaahmad aka, chekada turmang aka. Sizni ko'rdim. Hozir mana Jannatxon onamni davraga taklif qilamiz. Ishqahli firoqinda fig'on etsam agar men, yonida yurib, yonida hijronida kuydim. Mushkul edi yo'l ranjida isforiga yetdim, sizlar kuyida, men esa tomonida kuydim. Tashvishga holim budurur o'zga qiyos yo'qdir. Soch tolasidek choki giribonida kuydim deb yozganlar. Biz uchun aziz bo'lgan qadrlilar, keling endi. Navoiyshunoslar davrasida turibmiz bugun. Navoiyshunoslar Al-Beruniy, Al-Xorazmiy, Al-Forob avlodidan asli nasli balki o'zbek, balki Tarxon o'zbegim. Qaysaru Rum nayzasida bag'rida dog' uzra dog'. Chingizu botu tig'iga urdi tug'yon o'zbegim. Tuzliyu Mirzo Ulug'bek Kuraxoniy jadvali. She'riyat mulkida bo'ldim shohi sulton o'zbegim. Mirzo Bobur sen fig'on, onam uzra solding o'q. Shohmashrab qoni senda urdi tug'yon o'zbegim. İngilizce şampuan. Keling, qani siz Jannatxon ona, keling, bugun juda bir quvonch bilan negadir sizni gapirsam ko'zimdan yoshlar oqyapti. Ona so'zi bu juda bir buyuk so'z. Hech kimni onasi dunyoda kasal bo'lmasin Dilmurod aka. Hech kimni Alloh kasal qilmasin. Dunyoda eng katta boylik bu sog'liq bo'ladi. To'g'rimi akajonim? Boringizga shukr. Mana shu inson ko'p bizga yordami tekkan, bizni qo'llab-quvvatlagan akam, ilohim kam bo'lmang. G'iyosjon Mavlonovga ham salom aytamiz. Asilbekka ham, ha? To'g'rimi Abbos akam? Mansur tezroq keling, yomon bo'ladi. Nizomjon kelyapti mana. Keling, qanisiz? Bormisiz? Qanisiz? Jannatxon onamizni davramizga chorlab qolamiz. Albatta